Hammaga assalomu alaykum. BYD Chazor mashinasini olib kelganmiz. Bu mashinaga kurgovoy bodgitlarini taqib berganmiz. Oldi qismlari, yon qismlari, spoilerlari, orqa qismlari hamda bu mashinaga salon uchun karbon vidli nakladkalarni ham taqib berganmiz. Eshik qismi, stiklopodъемник, porog qismi, orqa taraflari eshik, stiklopodъемник, porog qismi, bagaj qismi, bu yoq taraflari, orqa vazduhovod, kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa aloqaga chiqsanglar, chiroyli qilib bitkazib beramiz.